Ben başlayayım mı? Assalomu alaykum hammaga. Bu Shahlut YouTube kanali. Voy, okey, ismi chiqdi-yu. Keslashingiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biza Tohirjon Xodali va Mahmudjon Abdurahmon Shahlovchi okada bizni birinchi debyut ishimizni ko'rishingiz mumkin. Sizlar javob podkast olamiz. 2025-yilda futbolda nimalar bo'ldi, nimalar o'zgardi, qanaqa transferlar, qanaqa nima ishlar bo'ldi, o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Men o'rtog'im Tohirjon Xodaliga beraman mikrofonni. Hop, ben bu yil ko'p narsalar bo'ldi futbolda. Ayniqsa shu bizni asosan jahon chempionatiga chiqqanimiz katta tema bo'ldi va chiqqunimizgacha ham 2 marta murabbiy o'zgardi. Boshda terma jamoamiz saralash bosh qismida Strochka Katani zo'r boshladi o'yinni. Ajoyib, faqatgina bir dona mag'lubiyat. Adashmasam 10 ta o'yinda yo 15 ta o'yinda. Keyin esa Strochka Katani sog'liqlari bilan muammolar bo'ldi. Keyin jamoada yangi murabbiy qidirishga bo'lindi. Ikkita dona o'yinimiz qoldi jahon chempionatiga chiqish uchun. Va ko'pchilik murabbiylar rad etdi va avval Barselona murabbiyi ham fikr bildirgan edik, lekin u ham rozi bo'lmadi. Va o'zbekistonlik murabbiy o'zimizga Temur Kapadze bu ishga rozi bo'ldi. Va bilmadim, yaxshi ish qilindimi O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan. Endi u yo'lda bizdan ham baland odamlar o'tiribdi. Keyin ikkita o'yinda g'alaba, to'g'ri bittasi durang, ikkinchisida g'alaba va o'rniga Fabio Cannavaro olib kelindi jamoaga. Sani fikring nima bu borada? Men fikrimcha, yo yaxshilik bo'ladi, yo yaxshi bo'ladi. Menimcha, terma jamoa olib kelish ham murabbiyliksa oldingidan yaxshiroq, chunki yoshlar bilan ko'p ishlayapti, ko'p o'yinchilarga imkoniyat beryapti. Menimcha, hozirgi murabbiy ham yaxshi deb o'ylayman. Hozir Misr bilan o'ynab ko'rdim. Yaxshi, hamma har bitta zonada futbolchilar yetarli edi. Hujumda ham yaxshi o'ynashyapti. Abbos, Eldor. O'zi hozir Abbos, Eldor mavzusi keyinroq bor. Ular bitta jamoaga o'tishdi. Bu juda katta nimada yaxshi, ijobiy holat va Abduqodir Husanov. Bu ham hali alohida mavzuimiz. U ham Manchester Cityga o'tdi. Barcha qanotlar, markaz hammasi zo'r ishlayapti. Bu murabbiyda Misrda oldin ham shunaqa bo'lgan yoki yangi murabbiy bo'lgani uchun meni ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Endi futbolda bo'lgan 2025-yil yangiliklar haqida birinchi O'zbekistondan boshlaymiz. Abduqodir Husanov transferi juda katta ommaviy transfer bo'ldi. Ayniqsa O'zbekiston uchun juda katta sharaf. Bizda ham birinchi marta chet elga chiqqan futbolist Abduqodir Husanov Manchester City qimmat komandalardan biriga chiqdi. Yana Manchester City degan esimga tushib qoldi. Yaqinda Manchester City Artel bilan o'zbekistonlik kompaniya bilan hamkorlikni ish boshladi. Bundan bir haftacha oldinmi, 2 hafta oldinmi rasm qo'yildi. O'zbekiston tayyormisiz deb o'zbekcha postda ko'pchilikning xayoliga har xil fikrlar keldi. Manchester City bitta o'zbek komandasini sotib oladimi yoki kimdir bilan hamkorlik boshlaydimi yoki yana bitta o'zbekistonlik futbolchi xarid qiladimi? O'sha 29-dekabr kuni hammasini aytdi. O'zbekiston Artel bilan hamkorlikda ishlaydi. Men taxminlarim menimcha shu ikkinchi davrada ko'ylaklarda esingizda bo'lsa Manchester City qurilmasida Etihad Airways, ya'ni hamkor Etihad edi. Endi mehmon formalarida Artel yozig'i bilan chiqsa kerak Manchester City. 45-raqam ostidagi, aynan Abduqodir Husanov ostidagi Artelni ekran qilib chiqishdi. O'tdi bannerlarda hamma ko'rdi. Qara Abdurahmon, bu yil o'yinida qaysi o'ynayotgan bo'larding? Eng zo'r o'yin. Yil o'yini debmi? Eng zo'r o'yin. Eng zo'r o'yin ko'p o'yinlar bo'ldi. Misol uchun Real Madrid, Arsenal, 3-0 hisobida, PSG, Chelsea, Barcelona, Inter. Sen uchun eng yoqqani? Men uchun eng yoqqani, eng zo'r bo'lgani PSG bilan Inter o'yini. Chunki u o'yin juda qiziqarli bo'ldi. Ko'pgina anaqalarga sabab bo'ldi, muhokamalarga sabab bo'ldi. Ikkinchi o'rinda Barselona, Inter eta olmayman. Men ham o'zi birinchi o'rinda shu o'yinni ko'raman, Barselona, Inter. Inter zo'r o'ynadi yarim finalda, gigibon bo'ldi Barselonaga qarshi, lekin PSJga qarshi o'ynamadi. Xuddiki Inter
biz nimaga finalga chiqdik degandek o'zida taassurot bo'ldi. Barchada zo'r o'ynadi. Masalan, Jonlar ham necha marta Yamalni trivelalarni qaytarishga erishdi. Lekin bilmadim, PSG bilan o'yinda deyarli barcha vaziyatlarda u mana o'ngga tepilsa chapga tepilsa o'ngga vaziyatlarda qaytardi. Juda ko'p xatolar bo'ldi. Markazda yana balkim o'ziga haddan tashqari ko'p ishongandir. 3-o'ringa qo'ygan o'yinim Real Madrid Arsenal o'yini 3-0 Declan Rice. Ochiqchasiga aytaman, ko'pgina gollar solib tashladi, lekin shunda ham Real Madrid darvozaboni Thibaut Courtois ancha seflarni qaytardi. Bilmadim, balki de omad yetishmadi yoki de taktika jamoada bir xil futbolchilar jarohatda edi. Bu ham sabab bo'lishi mumkin, men o'ylashimcha. Hop, endi yana bitta savol, bu yilgi jamoa, eng yaxshi jamoa. Bu yilgi eng yaxshi jamoa, ko'pgina yaxshi jamoalar bo'ldi. O'zim uchun eng zo'r jamoa PSG bo'ldi bu yil uchun. Ko'pgina o'yinchilari, komanda ko'pgina sovrinlar tushdi. Hop, eng yaxshi darvozabon. Darvozabon Thibaut Courtois, ikkinchi o'ringa Donnarumma. O'zi The Best ham birinchi o'ringa Donnarummani qo'ygan, lekin yaqinda Score 90 nashri chiqardi. Thibaut Courtois eng zo'r darvozabon qildi. Chunki bu yil jamoasini eng ko'p qutqargan darvozabon biroq 2025-yil Thibaut Courtois bo'ldi. Jamoasini umumiy hisobda 141 ta goldan qaytarib qolgan. Hop, eng yaxshi yarim himoyachi. To'g'ri, himoyachi. Eng yaxshi himoyachi bu yil uchun Abduqodir Husanov. Undan keyinchi O'zbekistondan tashqari Virgil van Dijk. Hop, endi qiyroq tanlov eng yaxshi yarim himoyachi. Yarim himoyachi hozir kelinadigan savol. Bu yerda ikkita eng zo'r futbolist Pedri Gonzalez hamda Federico Valverde. Rossiyalik Declan Rice ham qiladi. Declan Rice ham zo'r, endi Rice'da o'yinni ko'ra olish qobiliyati bor Pedriga o'xshab. Valverde ham zashita, ham o'rta, ham hujum o'ynaydi. Ko'pgina qanotlarda o'ynash pozitsiyalariga ega. Shu tomonlama olib qarasa, men Valverdega bergan bo'lardim, lekin o'yinni ko'ra olish bo'yicha Pedri bilan Declan Rice'ga. Bundan qayda endi eng yaxshi hujumchi? Hujumchilardan Lamine Yamal, Kylian Mbappe. Birinchi o'rin Lamine Yamal, ikkinchi Kylian Mbappe, Erling Haaland, Ousmane Dembele, oltin to'p The Best. Agarda hozir biz sovrinlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa Dembele, lekin biz umumiy olib qaraganda hozir birinchida Lamine Yamal, men fikrimcha, ikkida Mbappe, uchta Ousmane Dembele. Hop, shunda oltin to'p va The Best nohaq berildimi? Oltin to'p masalasi kelsa, menimcha haq berildi. Ousmane Dembele ko'pgina gollar urdi, assistlar qildi. Lekin ayrim manbalarda Rafinha oltin to'p berish kerak edi deb saytlar chiqarib yuborishdi. Mbappeni ham ayniqsa oltin to'p topshirilishidan oldin K harfi butun Instagram ijtimoiy tarmoqlarni bombalatib tashladi va ko'pchilikcha Mbappe oladi deyishdi, lekin Ousmane Dembele bu mukofotni qo'lga kiritdi. The Best man kutgandim yo Rafinha yo Mbappe'ga deb. Chunki Mbappe bu yil to'prar bo'ldi, yilli to'prar bo'ldi. Rafinha ham zo'r mavsum o'tkazdi. Gol plus pas tizimida dunyodagi eng zo'r futbolchiga aylandi. To'xta, yana nima mavzuyimiz qoldi? Yana mavzulardan xo'sh. Yaxshi ketyapmiz. Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayev transferi O'zbekiston uchun juda ham katta transferlardan. Bular ham o'zi Eldor Shomurodov Romada zo'r o'ynayotdi. Bilmadim, Romani asosiy hujumchilari Dubikdan ham hattoki asosiy tarkibga olib qo'yotdi Eldor Shomurodov. Va bilmadim, Turkiyaga ketishga qaror qildi. Hozir Turkiya ligasi ham juda kuchli. Fenerbahçe ayniqsa tarkibini ancha kuchaytirgan. Al Nassrdan Taliskani olib kelgan. Bu eng katta transfer bo'ladi ularning. Va albatta Fenerbahçe ham yaxshi jamoa Turkiyada o'z obro'siga ega va Abbos Fayzullayev olib kelishadi deganda men o'yladim, menimcha bu fake xabar deb o'yladim, lekin keyin Fabrizio Romano xabar bergandan keyin sal bo'lsa-da ishonch hosil qildim o'zimga. Yana bitta xayol keldi menga, agarda Abbosbek Fayzullayev Turkiya jamoasiga o'tgani uchun Eldor Shomurodov ham ikkita o'zi bitta jamoada o'ynash istagandi, u ham o'tgan deb o'yladim.
Chunki Romada ancha yaxshi o'yin o'tkazyotgandi. Bilmadim, balki transfer qilishgandir Roma tomonidan yoki-da ochiq agent qilib qo'yib yuborishgan. Bu haqida fikring qanaqa, Umidjon? Abbos o'zi yaxshi futbolchi, chet el komandalari Ispan, A Seriya, Angliyada o'yna oladigan futbolchi. Men taxminlarim shu kamida Aston Villaga o'tadi deb o'yladim. Kamida shu darajasi yetadi Aston Villaga hattoki. Mayli nima deymiz, lekin Fenerbahçe Başakşehirga ham o'tgani yaxshi, chunki hozir Eldor Shomurodov bilan ikkalovi bemalol terma jamoada bo'lsa ham tandemda bir-birini tushunib o'yna oladi. Eldor Shomurodov ham hozir Turkiya Super Ligasida gol, nafaqat gol borasida va gol plus assist borasida ham Turkiyada hozir eng yetakchi futbolchi hisoblanib kelyapti. Keyin yana mavzularimizdan menimcha eng oxirgisi bo'lsa kerak. Real Madrid klubi haqida bu yilgi fikringiz, trener qanaqa ishlaydi o'yinchilar bilan, kim ketishi kerak, kim qolishi kerak Real Madridda? Hop, shaxsiy fikrim murabbiy qoladi. Qolishi ham kerak, imkon berish kerak. Chunki Xabi Alonso Realni pik davrida kelmadi. Sovrinni yutib, ketma-ket Chempionlar Ligasini yutayotgan yilda, ya'ni 2024da kelmadi, 25da keldi Xabi Alonso. 25da Real nima qildi? 24da, ya'ni uzr adashdim. 24da Real bitta ham sovrin yuta olmadi. Bir marta adashmasam biz kubokni yutdi Real. Na keyin sovrin yuta olmadi, na Chempionlar Ligasida, na La Ligada. Keyin Xabi Alonso qoladi shunaqa qilib, yana transfer marketdan chiqardi, skori 90, Kamavinga ketishi mumkin Liverpoolga u. Real himoyachilari travmadan sekin-sekin chiqyapti. Dean Hawson qaytdi travmadan, Antonio Rudiger ular hammasi почти travmadan qaytishdi. Meni fikrimcha Real Madridda hozir Xabi Alonso trener qo'yani yaxshi, chunki tangani ikkinchi tarafi ham bor. Agar hozir Xabi Alonso ketqazishsa, uni o'rniga Zidane kelinadi, yana jamoa bir-biriga tushib olish uchun ancha vaqt ketadi. Undan ko'ra Xabi Alonso qo'yani yaxshi, yoshlar bilan ko'p ishlagan, biladi, ko'p ko'rgan trenerlardan biri deb o'ylayman. Bundan oldin Germaniya ligasida Bayern klubida ancha futbolchilar bilan ishlagan, misol uchun Wirtzlar bilan ishlagan, hozir Liverpoolga o'tib ketgan. Yana o'sha Xabi Alonso Bayernda ishlab yurgan paytlari 2024-yilda eng ko'p mag'lubiyatsiz seriya rekordini yengildi. Ya'ni Arsenalni Arsene Wenger jamoasini rekordini Xabi Alonso buzgan. Arsene Wenger kimsan dunyodagi zo'r murabbiylardan birini. Menimcha Xabi Alonsoga katta ehtimol imkon berish kerak. Va hozir Real Madridda yana bitta ish bo'lyapti. O'yinchilar bir-biriga moslasha olmayapti. Jamoada tortish bor. Tortish bor. Xabi Alonso bir xil o'yinchilar bosim qilyapti, ko'p alishtirib yuboryapti yoki zaminda qoldiryapti. Lekin bu ham yaxshi, ko'p zaxira futbolchilarga ham imkon berish yaxshi-yu, lekin asosiy tarkib olib qolish yaxshi. Enrique ham ketdi mana o'zini eski jamoasiga, Lyonga. Lekin shu bolaga imkon berilganda, menimcha Hollanddan ham zo'r o'ynab ketadigan futbolchi bo'lishi mumkin edi Real Madridda. Va bugungi podkastimiz oxirgi mavzusi U17 O'zbekiston terma jamoasi. Son fikring. U17 O'zbekiston terma jamoasi hozirda yaxshi darajada shakllanyapti. Yoshlarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Osiyo chempioni bo'lishdi. Xorvatiya bilan o'yin bo'luvdi, adashmasam. Penalti seriyada yutishdi. O'zbekiston hozir yoshlariga ko'p imkoniyatlar berilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, prezidentimiz tomonidan bu yerda chempion avtomobillar sovg'a qilindi. Va yana turli xil boshqa sovrinlar. Meni fikrim 17 yoshli U17 ni O'zbekiston olishi 70 ga 30. Chunki undan ham kuchli komandalar ham bor. Lekin biz O'zbekistonga fanatlik qilamiz, o'zimizning davlatimizga. Siz fikringiz qanaqa? Meni fikrim bu birinchi o'rinda Islombek Ismoilov. U17 bosh murabbiy juda yosh, adashmasam 34-35 yosh, juda ham yosh murabbiylardan hisoblanadi. Qattiqqo'l, juda ham qattiqqo'l va men bitta intervyuda eshitdim, Xayrilla Hamidov intervyusida To'roq Davron Fayziyev aytgan ekan, jamoada masalan soat kechqurun 9 dan keyin jamoadagi hamma futbolchilarning telefoni yig'ib qo'yilyapti, o'chirib qo'yilyapti. Bu zo'r, masalan zamonaviy futbolga bunaqa taktikalar kerak, ancha munchaga. O'yindan oldin har holat bo'ladi. Futbolist chalg'ishi mumkin o'yinchilar. Instagram, TikTok degan masalan. Yoki ruhiy bosim bo'ladi. Misol uchun biz Instagram, Telegram story ko'rib o'tiramiz. Xursand bu
Bularni tanqid qilgan videolar ham bo'lishi mumkin. Tanqidga ham anaqa bo'lishi mumkin. Futbolchini o'ziga ruhiy bosim bo'ladi. Misol uchun, kulgili video bo'lsa kulamiz, xafa video bo'lsa xafa bo'lamiz. Agar futbolchi haqida video chiqqan bo'lsa, o'ziga ruhiy bosim bo'lib, o'yindan oldin o'yinda o'zini yomon tutadi, kayfiyati bo'lmay qoladi. Nima dedingiz? Bu fikringga qo'shilaman ancha. Menimcha bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga birinchi podkastimiz manzur bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham katta xursandmiz. Har kuni podkast chiqaramiz deb albatta va'da bera olmayman, lekin cherizda kunora cherizda chiqarishga harakat qilamiz. Studiya men Tohirjon Muhammadali va hamkasbim Abdurahmon Mahmudjon. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zinglarni salomat bo'linglar. sog' salomat bo'linglar. Chagaga olib ketdi.